2 qavatli uy sotuvga qo'yildi. Birinchi qavatida 4 ta xona, ikkinchi qavatida 4 ta xona. Ayvonlari bilan qilingan. Umumiy yer maydoni 20 sotik. Bu yerda 3 ta xonasi va hammom bor, ayvoni ham bor. Огородga sabzlar ekib qo'yilgan. Bu tomonda 2 ta xona va bu tomonda yana bitta xona bor. Undan keyingisi hammom bor. Hammomdan keyin o'choq, tandir joylashgan. Bu tomonda ham yo'l bor, devor orqasida mahallaga kiradigan. Yonida asfalt ko'cha, umumiy maydonimiz 20 sotik. Mevali daraxtlari bor atrofida. Uyimiz polni devor bilan o'ralgan. Manzil Toshkent viloyati Bo'ka tumani Bo'stonda, eski Postgaydan Alxajarga qarab ketayotganda Bo'ston kollejiga 200 metr yetmasdan yo'l bo'yida joylashgan. Narxi 29 ming so'rashyapti. Kelishadigan joylari bor. Yer egalarining nomerlarini yozib qo'ydim. Telefon qilib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.